Doğru kıyıpçımen vatandaş. Doğru kıyıpçımen. Endiki haberimizi karayışlayan bunu da yani biraz hayranlık iskilizler. Çünkü nimi desenler vatandaş. Biz baştan ahir tahlil kılıvatkan, analiz kılıvatkan, silagi sözlevatkan leksiyelerdeki mezmula qaraganda bu bir buruluş deb ataladi. Yani Amerika Qo'shma Shtatlarga munosabatli. Bir çislan aytibdi, bir çislan 2023-yil 8-ayning 23-kuni haftaga chorshanba vatandaş. Bunu desem biraz hayran qaldımı yo'q lekin yana to'g'ri deb tunishga bu nimishqa desangiz siyosat. Bu çoğun devletler oturuşki münasebet vatandaşım intayin nazik, intayin ağır münasebet. Bu dünyanın işte bütün dünyanın münasebetlik işlerden ha bunu. Mavzumunda Jena Raymond'u Cungonu ziyaret kılıdı. Nimişin nimi uçur tarqatdı geçirinler. Nimi uçur tarqatdı Jack Sullivan bundak görsetti. Cungo'dan ayrılıp ketmeymiz ve Cungo iktisadını acizlaştırmayız. Mavzulu haber 8. ayının 23. günü Amerika vazının Xitay Til programı ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Cungo'dan ayrılıp ketmeymiz. Cungo'nun iktisadını acizlaştırmayız. Amerika Qo'shma Shtatları Aksaray Devlet Bexatarligi Maslahatchisi Jack Sullivan shundoq dedi. Xabar mundaq boshlandı. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet Bexatarligi Maslahatchisi Jack Sullivan 8-ayning 23 kuni mundaq ko'rsatdi. Cungoni ziyorat qilish oldida turgan Amerika Savdo ministri Jena Raimondo Cungoga Amerika Cungo'dan ayrılıp ketmeydi. Biroq xatardan xalos bo'lishdan iborat bundoq bir uçurni yetkizdi. Ve bundoq ko'z qarashni kuchaytirdi. Xatardan ner turimiz, lekin Cungo'dan ayrılıp ketmeymiz. Yani Amerika Cungo'nun iqtisodiy taraqqiyotini acizlashtirishga urinmaydi. Amerika Cungo'nun iqtisodiy taraqqiyotini acizlashtirishga urinmaydi. Devlet bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan yana mundaq ko'rsatdi. Hukumat amaldorlarini Cungoni ziyorat qilishga avatish, hukumat amaldorlarini hisob hozir 6-ayning 18 kuni Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Cungoni ziyorat qilishdan boshlab endi bugun Jena Raimondo Cungoni ziyorat qilish 4 nafar Prezident Joe Biden hükümetinin amaldori 4 nafar 2 oy ichida amaldori 2 oy ichida Cungoni 4 qatim ziyorat qilgan bo'ladi vatandosh. Qandaq jiddiylik his qildingizmi ya? Bunun sebebi nima ekan hozir? Jack Sullivan dediki biri Cungo'nun iqtisodini acizlashtirishni xohlamaydi Amerika. İkincisi Cungo'dan ayrılıp ketishni xohlamaydi Amerika. Ko'rdingizmi? Siyosatdagi aniqlikni, ochiqlikni ko'rdingizmi vatandosh? Shunga hayron qolasiz dedim men boshda. Hukumat amaldorlari Cungoni ziyorat qilishga avatdi. Cungoni o'zgartirishni maqsad qilmaydi. Mag'abni anlamjimi? Yani Amerika Cungoni o'zgartirishni maqsad qilmaydi. Yoki konkret bir natijaga erishishni yoki bir siyosiy maqsadni maqsad qilmaydi. Bu gaplar qattiq gaplar hamda vatandoshlar. Bir konkret natijaga erishishni maqsad qilmaydi. Yoki bir siyosiy maqsadni maqsad qilmaydi. Yoki Cungoni o'zgartirishni maqsad qilmaydi. Esingizde bo'lsa kerak 2021-yil 11-ayning 7-kuni dal mushu nafar davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan apandi shu vaqt nima degan edi? Biz Cungo hukumatini va Cungoni hozirgi Cungo hukumatini o'zgartirishni
maqsad qilmaymiz degan edi. 2021 yil 11 oyning 7 kuni. Bugun bu gap, bugun endi 2023 yil 2 yildan keyin yana bir qatim takrorlandi ya vatandosh. Bir ishni yoki bir siyosiy maqsadni maqsad qilmaydi. Balki murakkablashib ketgan Amerika-Jungo munosabatini tizginlashni maqsad qiladi. Endi bu yerda gap murakkablashdi, ikki davlat munosabati jiddiylashdi, mushu holga keldi. Agar sal diqqat qilmasak, ehtimol to'qinish davriga kirib qoladi degan ma'noda bo'lsa, biroz dahshatlik ish vatandosh. Amerika-Jungo ikki davlat to'qinishga kirib qolgan bo'lsa, bu intayin dahshatlik ish. Bu Ukraina-Rossiya urushi yoki Chavshan urushi yoki Shangallang urushi, Chavshandagi qaysi bir tog', onda bu davrlar tugadi, vatandosh tugadi. Shuni hozir bu nimani maqsad qiladi deydi Jack Sullivan? Ikki davlat munosabatidagi yiriklik, yomonlashib ketgan munosabatlarni tizginlashni maqsad qiladi deydi. Endi bu yerda yana bir savol qo'yaylik. Bundaq uchun Beijingga ziyoratga boradigan odam Savdo ministerimi? Bu ajoyib gap vatandoshlar. Mushundoq cho'ng maqsad bilan Jungoni ziyorat qilgan kishi, hukumat rahbari, hukumat amaldori bu savdo ministerining qiladigan ishimi? Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Jungoning yaqinda qo'llangan asosli iqtisod strategiyasini e'lon qilmaganligidan iborat mas'uliyatsiz harakatlarni tanqid qildi. Hamda mushu masala Jungo bilan muhokama qiladigan bir masala deb ko'rsatdi. Raymondoning Jungoni ziyorat qilishi Amerika-Jungo o'rtasidagi raqobat munosabatlarini boshqarish va hamkorlashish fursati yaratishni maqsad qiladi. Hamkorlashish fursati desak, biz sizlarga so'zlab bo'ldik. Bu yil 4-oyning 1-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden hukumatining yana bir nafar yuqori darajalik amaldori Kurt Campbell 4-oyning 1-kuni shundoq degan edi: hamkorlashib masala qilish. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministrligi haftaning 1-kuni savdo ministri Gina Raimondoning 8-oyning 27-kunidan 30-kunigacha Jungoni ziyorat qiladiganligini e'lon qilgan edi. Yana bir xabar vatandosh. Washington 27 yurish Jungo shirkatini embargo qilishni amaldan qoldirdi. Xabarni qaltis desak, endi bu xabar qaltis ustiga qaltis xabar bo'lib keldi vatandosh. Qaraga. Washington 27 yurish Jungo shirkatini embargo qilishni amaldan qoldirdi. Beijing Raymondo Jungoni ziyorat qilish arifasida aktiv fikr tarqatdi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 8-oyning 23-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika savdo ministri Gina Raimondo Jungoni ziyorat qilish arifasida Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Jungoning 27 yurish shirkatini embargo qilishni tuyuqsiz amaldan qoldirdi. Bu harakat umumiylik holda Washingtonning Jungo taraf ko'rsatgan bir oqilona pozitsiyasi deb qaraldi. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministrligi 8-oyning 21-kuni bu xabarni e'lon qildi. Embargo qilish amaldan qoldirilgan. Jungo shirkatlari Jungoning ximiya shirkati, batareya yasag'uvchi materiallar savdo shirkati, Guangdong pan texnikasi darlar shirkati qatorliq shirkatlarni o'z ichiga oladi. Demak, pan texnika iqtisod bu hozirgi zamon pan texnikasidir. Demak, bu yerda hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bu shirkatlarni qo'yib o'tdi degan gap ha. Gina Raimondo Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministri, Jungo savdo ministrligi ministri Wang Wentau'ning, bu odamning ismi ba'zi Wang Wentau, ba'zi Wang Jintao deb keladi, qaysi bo'lsa siz bizga baribir vatandosh. Jungo savdo ministrligi ministri Wang Wentau'ning taklifi bo'yicha 8-oyning 27-kunidan 30-kunigacha Jungoni ziyorat qiladi.
Bunun bilen Prezident Joe Biden hükümetinin yukarı derecelik əməldarlarının 6. aydan başlap Cüngoni 4 qitim ziyaret kılganlığı bulup hesaplanıda. Başta ettik ha. Gördünüz mü? Siyasetçi özgürlük ne? Qarap turun bir yerde Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet siyaseti hazır. Mesela iqtisadi meselelerge bağlıq Cüngü qaratkan siyaseti yukarıdaki özgürlük oldu. Mesela tizimlangan import kıldıgan şirketlerini Cüngü'nün import kılışını əməldən qaldırış. Enəmisi Savdo Ministeri Gina Raimondo hanımның Cüngü'nü ziyaret kılışı bu kettim ha. Ahıranda başta bu ziyaret doğrusu da Devlet bir xatarligi meselesi Jack Sullivan ne mi dedi? 3 cümle 4-5 gepten oturup koyup vatandaş Cüngü'nü özgertmeymiz. Cüngü'nün iktisadi acizlap ketişini xalamaymiz. Cüngü'den ayrılıp ketişini xalamaymiz. Tünügen Germaniya, Janubi Germaniya giznim degende kimden ayrılıp ketelmeydi degeni düşündük mü ya? Bugün endi Amerika Qo'shma Shtatlari devlet bexatarligi masalasi Jack Sullivan yuqorida gaplarni qildi vatandosh. Onda bular alaydı siyasetga alaydı özgürlük deyli. Sizga shunda topshirayli. Qog'ida sizning tasavvuringiz bo'lsin. Meni hayron qoldirayotgan narsa hozirgacha yana yangi xabar kelishi mumkin. Shungacha bo'lgan oraliqda hozir Junhua Xalq Cumhuriyatining raisi Xi Jinping Janubi Afrikada g'oyib bo'lib ketdi. Hozir 40 minut, 30 minut deb sizlarga yetkazdik. Janubi Afrikada g'oyib bo'lib ketdi. Bu ajoyib gap vatandosh.